Assalomu alaykum. Men ismim Ruxshona. Men yoshim 9da Parkentdan keldim. Men bugun sizlarga fokus ko'rsatib, ertaklar olamiga olib ketaman. Men 5 yoshimdan o'rganganman. Akamga havas qilib, keyin fokuslar qilishni boshladim. Akam o'rgatadilar. Tez o'rganish uchun sabrli bo'lish kerak. Keyin sirlarni aytib qo'ymaslik kerak. Kelajakda akamga o'xshagan fokusni bo'laman. Birinchi turaman, choyimni ichaman, keyin ishlarni qilaman, ozgina oyijonimga qarashaman, keyin repetitsiya qilaman 4 soatchalab, keyin darslarimni qilaman. Vaqtli tursam, hamma ishlarimga ulguraman, ham sog'lom bo'laman. Men doktor bo'lishga ham qiziqaman. Hammasini birlashtirmoqchiman. Bolalarni davolayman, kattalarni ham. Men yaxshi, mehnatkash qizman. Qiziquvchan. Odamlarga yordam bergim keladi. Odamlar qo'pol bo'lsa, urushqoq bo'lsa, janjalkash bo'lsa, xafa qiladi. Shu paytlarda ularga aytaman, unaqa qilmanglar deb. Akamlar meni ko'rib, yaxshiligimni bilib, ha deyishlarini xohlayman. Bugun tanlovdan o'tsam, meni sirkka oboring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanaqa? Ismingiz nima? Ruxshona. Ruxshona, yoshingiz nechida? 9da. Bular sizning ustozingizmilar? Ha. Assalomu alaykum. Birinchi marta chiqyaptilar. Hayajonlamang. Hammasi joyida, hammasi yaxshi bo'ladi va marhamat, sahnaga sizni taklif qilamiz. Qo'rqmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni ismim Ruxshona, 9 yoshdaman. 9 yoshdasiz va siz bugun bizni nima bilan hayratga solmoqchisiz? Bugun men sizlarga fokus ko'rsatib beraman. Fokus. Kim bilan keldingiz? Onam, akam. Bu yerda yozilibdiki, sizni akangiz ham fokus bilan shug'ullanar ekanlar. Ha. Akangiz o'rgatganlar sizga, to'g'rimi? Ha. Hozir bizani hayratga solish uchun yetarli fokuslar bilan keldingizmi? Ha. O'zim o'rgiling, qani bir ko'ramiz. O'biraga boring. Bir qarasa turg'izib bo'lmaydi o'rnidan. Bir qarasangiz Qarang, taxta bo'lib qoldi.
Yana nimalaringiz bor? Qarama. Qarash mumkin emas, Shahzoda. Mumkin emas. Shahzoda rekvizitiga qarash mumkin emas. Voh. Молодец. Oo. Rangli yo'q qolsa endi. Voy. Boring siz endi. Voy. Qanaqasiga? Два раза, да ладно, ikkita chiqdi bitti. Voy. Это просто чудо, ребенок. Yana narsa chiqsa-ya? Qanaqasiga? Men bular pachoq bo'lib turadi demak. Hozir hammasi sosis paketga sig'maydi. Voy. Как в детстве. Это... Ох, Ой, yana. смотри. Это Yo'q deydi. Hey, brother, what you thinking? Leave that record spinning. You feel the rhythm going. Tugadimi? Saqlam tugagan ekan. Akangiz shodami? Voy, Ruxshona. Chaqiring akangizni. Ayting, akajon. Aka. Voy, aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'r o'rgatibsiz singizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Dilzod. Maslahat bergan bo'lar edim, akalariga shug'ullansangiz ozgina jestlar bilan sal uyalish borda baribir xijolat bo'layaptilar. Xijolat bo'lyapti birinchi O'sha marta qanaqadir katta sahnada. Mamnaqa xatti-harakatlari kerak Men baribir. 9 yoshimda krossovkaning ipini boylashni bilmas edim. O'shanaqa aniq xatti-harakatlarni qo'yib bersangiz zo'r bo'ladi. Va men ha deyman, zo'r. Ruxshona, молодец. Aynan 9 yoshli qiz uchun juda ham zo'r. 9 yoshli qiz fokusni hozir birga bir o'xshatib ko'rsatganini o'zi bu hayratga sola oladigan holat. Men sizga ha deyman. Ruxshonani ko'rib, kichkina yosh bolaga aylanib qoldim, maza qildim.
Ruxshona ko'rsatgan narsalardan keyingi bosqichda undan ham zo'r fokuslarni ko'rsatasiz degan umiddamiz. O'shaning uchun hozir ha. Men ha deyman. Ruxshona, sizda bugun 3 ta ha va O'zbekiston Got Talentga xush kelibsiz. Rahmat.